eng boy odam bo'lishni xohlasang, eng xotirjam odam bo'lishni xohlasang, o'zingni qo'lingdagi narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra Allohning qo'lidagi narsaga ishonching kuchliroq bo'lishi kerak. Demak, ishonch, as-siqo iymonning mevasi, ma'rifatning mevasi. Allohni tanisang, albatta unga ishonasan. Allohni tanisang, Allohga suyanasan. Bizni zamonamizdagi ham, avvalgi zamondagi va bundan keyin keladigan odamlarning muammosi ayni mana shu masalada. Allohga bo'lgan ishonchi zaif. Mana shu masalada odamlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Tushunarlimi? Kimdir ishonchi qattiq, ishonchi kuchli, xotirjam turadi, Allohda aytgani bo'ladi deydi. Yana bitta odam xuddi shu gapni aytadi, Allohda aytgani bo'ladi-yu, vahimada turadi. Qo'rqib turadi. Nima bo'lar ekan?